Davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahallalarni har tomonlama rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, hududlarni obodonlashtirish va eng muhimi, inson qadrini yuksaltirish bilan bog'liq muhim vazifalar belgilab berilgan edi. Mazkur vazifalarning amaliy natijalarini yurtimizning har bir hududi, har bir mahallasi misolida ko'rish mumkin. Islohotlarning haqiqiy samarasi raqamlardagina emas, balki odamlarning kundalik hayotida, ularning turmush sharoiti, kayfiyati va ertangi kunga bo'lgan ishonchida namoyon bo'ladi. Termiz shahrida ham obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon tamoyillari asosida keng ko'lamda ishlar amalga oshirilyapti. Bugun mahalla faqat yashash manzili emas, u aholining dardi va muammosi eshitiladigan, har bir xonadonning imkoniyati o'rganiladigan, tadbirkorlik va bandlik uchun yangi sharoitlar yaratiladigan muhim ijtimoiy maskanga aylanmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, Termiz shahrida 37 ta mahalla mavjud bo'lib, ularda 220 ming nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Bu har bir mahalladagi o'zgarish minglab insonlarning hayotiga bevosita daxldor ekanini anglatadi. Bugungi kunda Termiz shahridagi 37 mahalla fuqarolar yig'inida obodonlashtirish hashar ishlari tashkil etildi. Ushbu hashar ishlarida ko'ngilli yoshlar, nuroniylar, oqsoqollar, mahalla faollari, keng jamoatchilik jalb qilinib, ko'ngilli yoshlarimiz o'zlarining tashabbus bilan chiqib, mahalla hududidagi bo'sh turgan yer maydonlarida gulzorlar tashkil etyapti, bog'lar tashkil etyapti. Albatta buni ko'rgan shu nuroniylarimiz chetdan qarab turmasdan birgalashib hamkorlikda o'zlarini boy tajribalari, hayotiy tajribalaridan kelib chiqib, yoshlarimizga o'zlarini ko'rsatma va o'gitlarni berib boryaptilar. Ushbu hashar jarayonlari davomida Termiz shahri bo'yicha qariyb 40 mingdan oshiq rayhon ko'chatlari ekildi. 50 mingdan oshiq gul ko'chatlari ekildi. Har bitta mahalla fuqarolar yig'inida korxona va tashkilot rahbarlari biriktirilib, mahalla fuqarolar yig'ini raislari, faollari va tashkilot rahbarlari bilan hamkorlik, hamjihatlik, bu umuman o'zgacha bir tashabbus, o'zgacha bir g'oya bo'ldi. Termiz shahridagi Abdulla Avloniy mahallasi bugun yangilanish va obodonlashtirish jarayonlarining faol ishtirokchisiga aylangan. Bu yerda mening mahallam, mening uyim degan g'oya oddiy shior emas, balki aholining kundalik hayotiga singib borayotgan tamoyildir. Mahalladagi obodonlashtirish ishlarining yana bir muhim jihati bu jarayonda aholining o'zi faol ishtirok etayotganidir. Nuroniylar, yoshlar, xotin-qizlar va mahalla faollari bir yoqadan bosh chiqargan. Hududni tozalash, ariq zovurlarni tartibga keltirish, ko'chat ekish, gulzorlar tashkil etish va atrof muhitni yanada ko'rkamlashtirish ishlariga munosib hissa qo'shmoqda. Obodlik faqat yangi qurilishlar yoki ta'mirlangan yo'llardan iborat emas. Obodlik avvalo odamlarning o'z mahallasiga bo'lgan munosabati, daxldorlik hissi va hamjihatligida namoyon bo'ladi. Bu ezgu ishlar ayniqsa davlatimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida mahallada ko'tarinki kayfiyat va bayramona muhit yaratishga xizmat qilmoqda. Hech kimga sir emas, vohamizda, yurtimizda dolzarb 40 kunlik deb e'lon qilingan 27-iyuldan toki 6-sentyabrga qadar. Albatta bu mustaqilligimiz 35 yillik munosabati bilan o'tkazilyapti. Bizning Termiz shahridagi Avloniy mahallamizda ham qizg'in tayyorgarlik ishlari amalga oshirilyapti. Hamma o'zini hududida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini yuqori kayfiyatda, yuqori faollik bilan tashkil etib amalga oshirmoqdamiz. Albatta bu bir kunlik ish emas, dolzarb 40 kunlik e'lon qilingan bo'lsa-da, albatta tozalikda hamisha saqlanib kelishimiz kerak. Chunki obod yurtga, toza hududga har qanday bayramlar yarashadi. Mahalladagi obodlikning yana bir muhim yo'nalishi yashil hududlarni kengaytirish. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish va ularni parvarishlash ishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Har bir xonadon oldiga manzarali va mevali daraxtlar, rayhon, gultoji xo'roz va turli xil gullar ekilib, yashil muhitni kengaytirishga harakat qilinmoqda. Bu ishlar hududning tashqi qiyofasini o'zgartirish bilan birga aholida tabiatga ehtiyotkorona munosabat va uni asrab-avaylash madaniyatini ham shakllantirmoqda. Ayniqsa yoshlarning bu jarayonlardagi ishtiroki e'tiborga molik. Zero bugun ekilayotgan har bir ko'chat ertangi kun uchun qoldirilayotgan ezgu merosdir. Mahallada tozalik bo'lsa, ertalabdan xayrli ish ham bo'ladi, baraka ham bo'ladi mahallada. Termiz shahridagi 37 ta mahalla yoshlar yetakchilari o'zlariga biriktirilgan ko'chalarda har bitta mahallada 9 nafardan volontyorlar shakllantirilgan hamda o'sha volontyorlar orqali har bitta mahallada biriktirilgan ko'chalarida obodonlashtirish ishlari ketyapti. Xuddi shunday Avloniy mahallasida ham hozir mana obodonlash ishlari ketyapti. Bu yerda mahalladagi faol yoshlar hamda mahalladan ko'mak olgan yoshlar, volontyor yoshlarimiz mana shu yerda obodonlashtirish ishlariga yordam berib kelishmoqda.
Mahalla taraqqiyotini faqat obodonlashtirish bilan cheklab bo'lmaydi. Odamlarning daromadini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish va aholiga munosib turmush sharoitini yaratish bugungi mahalla siyosatining eng muhim vazifalaridan. Shu nuqtai nazardan Abdulla Avloniy mahallasining iqtisodiy salohiyatini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Mahallaning asosiy drayveri xizmat ko'rsatish sohasiga moslashgan. Bugun bu yerda 20 ta ko'p qavatli uy mavjud bo'lib, ularda 4335 nafar yurtdoshlarimiz istiqomat qiladi. Mahalla yetiligi tomonidan har bir xonadonning ijtimoiy iqtisodiy holati o'rganilib, aholining qiziqishi, qobiliyati va mavjud imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda manzilli choralar ko'rilmoqda. Kimdir tadbirkorlik faoliyatini boshlayapti, yana kimdir imtiyozli kredit asosida o'z biznesini kengaytirib, boshqalar uchun ham ish o'rni yaratmoqda. Shu mahallada 35 yildan beri yashayman. Ko'p qavatli uylarga oldinlar tom qismlarimdan suv oqardi. Endi ta'mirlanyapti. Ko'p qavatli uyda tom qismlari yopiladigan bo'ldi. Ham issiq suv manbai kelyapti. Mana hamma joyda fontanlar bo'lib, bog'lar bo'lyapti. Prezidentimizga rahmat. Bizlarni o'ylab shuncha sharoitlar qilib beryapti. Mahalladagi yangilanishlar haqida so'z ketganda, infratuzilmadagi o'zgarishlarni alohida ta'kidlash lozim. Chunki inson roziligi avvalo uning kundalik hayotidagi qulayliklar bilan bog'liq. Termiz shahridagi Abdulla Avloniy mahallasidagi ko'p qavatli uylarning qurilganiga 35 yildan ortiq vaqt bo'lgan. Shunga qaramay, uzoq yillar davomida ularda kapital ta'mirlash ishlari deyarli amalga oshirilmagan. Ayniqsa qishning sovuq kunlarida issiqlik ta'minoti bilan bog'liq muammolar aholi uchun jiddiy qiyinchilik tug'dirib kelayotgandi. 35 yildan beri mana shu Abdulla Avloniy mahallasida yashab, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan bir voqealarga guvohi bo'lyapmanki, domlarimiz mana fasad qismlarini qaranglar, chiroyli bo'lyapti. Xalqqa yashaydigan bir farovon yashaydigan bir zamonga yetib keldik. Yangi O'zbekistonga yangi ko'rinishi chiroyli bo'lyapti. Ming bora shukronalar aytamiz. Issiqlik manbaylariga ulanyapti. Qaniki markazdan boshqariluvchi issiqlik manbaylari bu fuqarolarimizni mana shu necha yillardan beri qiynab keladigan azobli nuqtalardan bittasi edi. Chunki deganda qo'lbola pechlar, o'sha o'zlari yasagan isitgichlar bilan uylari sovuq, ilojsizlikdan qilib yurilgan ishlar bugungilikka kelib juda ham chiroyli bir o'ziga yarasha ko'rk olib, issiqlik manbaylariga ulanadiganiga mingdan ming rahmatlar aytamiz. Bu vatan mahalladan, xonadondan boshlanadi edi. O'sha mahallamiz obod, toza bo'lsa, xonadonimiz toza bo'lsa, obod bo'lsa, albatta davlatimiz ham mana shunday go'zallashib boraveradi. Shuning uchun kelinglar fuqarolarimizga ham iltimos qilamiz. Mana shu go'zallikni shu go'zalligicha saqlashga harakat qilishdi. Ko'p qavatli uylarni ta'mirlash, ularning tashqi qiyofasini yaxshilash, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini tartibga keltirish bilan bir qatorda markazlashgan issiqlik ta'minotiga ulash ishlari ham amalga oshirilyapti. Uylar atrofidagi hududlarni obodonlashtirish, piyodalar uchun qulay sharoit yaratish va bolalar maydonchalarini barpo etish ishlari esa mahalladagi yangilanishlarni yanada kengaytirmoqda. Hozir shu kecha kunduzda zarbdor 40 kunlikda bizni mahalla fuqarolarimiz ham zo'r tashabbus bilan harakat qilib ish olib bormoqda. Hozirgi har bitta ko'p qavatli uylar oldida rayhonlar, gullar ekilib, mustaqilligimizni 35 yilini yaxshi kayfiyatda kutib olish maqsadimiz shu. Men mahalla rais sifatida shu narsaga amin bo'ldimki, agarda mahalla yetiligi bir yoqadan bosh chiqarib ishlasa, fuqarolar bilan kelishilgan holda shu mahalladagi bor muammolarni hal qilsa bo'lar ekan. U ishsizlarmi, yo bir oilaviy muammomi, yo bir boshqa obodonchilikmi, nima muammo bo'lsa, mahalla yetiligi biriksa, ushbu muammolarni hal qilish imkoniyati bor ekan. Mahallada inson qadrini ulug'lashning yana bir muhim ko'rinishi aholini kasbga o'rgatish va barqaror daromad manbaiga ega qilishdir. Bunda mahalla yettiligining manzilli ish olib borishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Har bir xonadon o'rganiladi, muammo aniqlanadi, uning yechimi bo'yicha aniq chora belgilanadi. Bunday yondashuvning amaliy samarasini mahallada yashovchi tadbirkor Nargiza Yangiboyeva faoliyati misolida ham ko'rish mumkin. U avval uy sharoitida tikuvchilik bilan shug'ullanardi. Keyinchalik mahalla yettiligi ko'magida imtiyozli kreditdan foydalanib bo'sh turgan binoni ijaraga olib faoliyatini kengaytirdi. Hozirda uning shogirdlari soni ortib bormoqda. 15 yildan buyon tikuvchilik faoliyatini yuritaman. Boshlanishiga o'quv markaziga o'quvchi bo'lib ishga kirganman. Shu yillar mobaynida xalqqa ko'ylak lozim, pardalar tikib kelganmiz. 2024-yil 100 millionlik kredit olganman. Mana bu bo'sh turgan binoni ijaraga olib, hozirgi kunda 5 nafar ishsiz uyda o'tirgan bekor ayollarni ish bilan ta'minlaganmiz va o'quvchilar o'qitib, shogirdlarga qo'ldan kelgancha tikuvchilik sirlaridan o'rgatib bormoqdamiz.
Kelgusida maqsadim kasbimda iloji boricha o'zimdan keyingi kelayotgan yosh ayol qizlarimizga o'rgatib, tikuvchilikni kengaytirmoqchiman. Mahalladagi qator bunyodkorlik tashabbuslari bir tomondan aholi bandligini ta'minlasa, ikkinchi tomondan mahallaning iqtisodiy salohiyatini yuksaltiradi. Zero ishli inson o'z oilasi farovonligining tayanchi, daromadli oila esa mahalla taraqqiyotining asosiy bo'g'ini. Shu ma'noda har bir yangi ish o'rni, har bir kasb o'rgangan yosh, har bir o'z faoliyatini boshlagan tadbirkor mahalladagi ijtimoiy barqarorlik va farovonlikka qo'shilgan munosib hissadir. Hozirgi kunda mahalla yettiligimiz bilan 27 nafar fuqaroni ishsizliklarni aniqlab oldik. Joriy yilning shu davrida qadar 18 nafar fuqaromizda 361 million so'm imtiyozli kredit ajratildi. Buning natijasida 18 nafar fuqaromiz doimiy ish bilan ta'minlandi. Qolgan 9 nafar fuqaromizda yil yakuni bo'yicha doimiy ish bilan ta'minlashga o'zimizga maqsad qilib oldik. Abdulla Avloniy mahallasida boshlangan o'zgarishlar ham ezgu maqsadning amaliy ifodasi. Bugun bu yerda odamlar nafaqat obod ko'chalarni, ta'mirlangan uylarni, yangi bolalar maydonchalarini ko'rmoqda, balki o'z hayotida o'zgarishlarni his etyapti. Bu islohotlarning eng katta natijasi insonning ertangi kunga ishonchi yanada mustahkamlanayotganidan dalolat. Chunki obod mahalla obod xonadonlar esa farovon va baxtli oilalardan tarkib topadi. Termiz shahridagi mazkur mahalladagi yangilanishlar esa bir haqiqatni yana bir bor tasdiqlamoqda. Inson qadri ulug'langan joyda obodlik, bunyodkorlik va taraqqiyot hamisha bardavom bo'ladi.